Assalomu alaykum. Arab tilida eng murakkab harflardan biri bo'lgan va boshqa tillarda birontasida bo'lmagan dod harfiga yetib keldik. Dod harfi mana bu ko'rinishda yoziladi. Lekin bu nima harfi edi? Sod. To'g'ri topdingiz. Sod harfiga bir dona nuqta qo'ysak, dod bo'ladi. Va buni unutmang. Bu harf zot emas. Bu harf dod. Do tarzda talaffuz qilinadi. Vala do, vala zo emas, vala do tarzda talaffuz qilinadi. Xo'p, dod harfini bosh ko'rinishini yozmoqchi bo'lsak, bosh ko'rinishini har doimdek olib oldik. Ya'ni sodning oxirgi ko'rinishi. Shunga nuqta qo'yib chiqsangiz kifoya. Ya'ni yozuvda agar sodni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, bularda sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Davom etamiz. Dod harfining yozuviga kirib o'tirmayman. Sod harfi kabi o tarzda talaffuz qilinadi. Do, di, du tarzda talaffuz qilinadi. Asosiy sizlar bilan bugun o'rganadigan narsamiz tilning qaysi qismlari shu harfda ishlatiladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'chirib qo'yaman. Mana bu jag' tishimizning ichki qismi. Bu esa tishlarimizning burchaklari. Ya'ni bu tishlar deb tasavvur qilamiz. Bu esa old tishlarimiz. Va bu tishlarimizni ichida esa tilimiz mavjud. Shuni qizil qilib olsak, mana bu tilimiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda tilimizga hop dal qismga olib kelib olasiz. Ya'ni dal deydigan qismga tishingizning mana bu joyga ko'rsataman. Hop, mana bu joy mana dal qismiga tilingizni olib kelasiz. Birinchi qiladigan ish. Hali talaffuz qilmang. Keyingisida esa tilingizning o'ng tarafi bo'ylab mana bu burchakni olasiz. Bu esa til. Do tarzda burchakkacha olib kelyapsiz. Istasangiz o'ng tarafdan, istasangiz esa chap tarafdan, xuddi shu holatda mana boshqa rangda beraman. Balki sizlar rang ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin men rangli holatda chizyapman sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun. Xo'p, mana bu tarzda ham, mana bu tarzda chap tarafda ham talaffuz qilishingiz mumkin yoki tili yapaloq bo'ladiganlar ikkita tarafga urgan holatda do tarzda talaffuz qilishligi mumkin. O'ng tarafdan chiqarsa ham do, chap taraf do, umumiy bo'lsa ham do tarzda talaffuz qilinadi va zinhor tishni turtmang. Do deb talaffuz qilmang. Eshitilishi o'xshashligi mumkin, lekin mutaxassislar buni ajratib olishadi va xato bo'ladi to'g'ridan to'g'ri. Tishni qo'yishlik uchun biron joyga qo'yishimiz kerak tilni uchini, o'shanga havoni qisgan holatda qo'yamiz. Tilni esa mana bu burchakka qo'yib olamiz. Mana qo'yib olamiz burchakka, qo'yib oling, mana. Hattoki ishib tursin boshiga, keyinchalik bu ishni yo'qotasizlar. Do tarzda qo'yib talaffuz qilasiz va havo chiqmasligi kerak. Bu do harfida qiyin emas. Ya'ni dod harfini talaffuz qilganda, ya'ni doroba misol uchun. Doroba kalimasini aytganda murakkab emas. Doroba, o roba kabi doroba deb talaffuz qiladi. Lekin sukunli bo'lganda aynan shu til vazifalari ishga kiradi. Misol uchun al tarzda ozgina miqdorda z, juda ham kam miqdorda z qo'shimchasi bo'ladi va al tarzda talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Buni boshqa videolarda ham ko'rib, kuzatib chiqishingiz mumkin. Bu sizlarga bir tavsiya va rasm chizma holatdagi yo'nalish. Albatta, yuqoridagi videolarda aytganim kabi, bu harflarning barchasiga dona-dona mahrajlari, rasmlari har bittasiga kirib chiqamiz. Bu sizlar uchun o'tilgan dod harfi edi. Endi sizlar bilan uni mashq holatda o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda alfabetimizni yozib olamiz. Mana, sizlar bilan dod harfiga ham yetib keldik. Bu bizning 15-harfimiz hisoblanadi. Misollarni boshlashimiz mumkin. Ana endi o'qib olamiz. Ardun, dobaro. Mana shu ko'rinishda ozgina
yurib keyin chiqishimiz kerak edi. Xato qilib qo'ydik. Ta ro do. Do ja ro. Du xo ba. Do rot. Bal run. Bal run desangiz ham bo'ladi. Hozir boshlanishda bal run havoni chiqazmaslikka harakat qiling. Birinchi navbat shu. Keyinchalik bal run deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Xud run yoki xud run. Zal run. Tushunarligi? Xo'p. Dod harfining ham yozilishini o'rganib oldik. Shu bilan birgalikda sizlar bilan davom etamiz. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha.